Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Elnora. MyTeacher platformasida o'qiyotganimga hozir xudo xolisa 2 oy bo'lyapti. Bundan oldin lekin bironta ingliz tili so'zini bilmaganman. Menga eng katta motivatsiya, eng katta ingliz tilini o'rganishimga 1,5 yoshli qizim sabab bo'ldi. Spoon deb mendan so'radi. Keyin to'g'risi men u narsani bilmadim nimaligini. Katta qizim o'qishda edi. Undan so'rayman desam. Keyin internetga kirdim, spoon nima ekan deb qarasam, u oddiy qoshiq ekan. O'shanda o'zim juda ham nima deydi, xafa bo'ldim, chunki shu yoshgacha kelib ingliz tilidagi oddiy so'zni bilmagan ekanman. Ne to, что bu oddiy so'zni ingliz tilini o'zini bilmaganman. Keyin o'zimga o'zim ahd qildim, ingliz tilini o'rganaman deb. Tanishlarimdan so'radim, sinlarimdan so'radim, aytdim, ingliz tilini o'zi umuman onlayn o'rganish mumkinmi deb. Keyin singlim aytdi, hozir hech qayerga bormasdan hamma narsani onlayn o'rganish mumkin dedi. Shu bilan keyin yana Instagramni titib turdim. Sizlar platformangizga duch kelib qoldim. MyTeacher platformasiga. Mana shu MyTeacher o'rgatayotgan Zuhraxon ustozimizga katta rahmat aytaman. Shu paytgacha lekin bironta bir so'zni eshitmaganman. O'zimdan ham faxrlanaman. Chunki bari 40 yoshda ingliz tilini o'rganish mumkin ekan, faqat xohish va istak bo'lsa bo'ldi ekan. Ha, albatta boshqalarga ham tavsiya qilaman ingliz tilini o'rganishni, nafaqat ingliz tilini, balki boshqa tillarni ham o'rganishni tavsiya qilaman.